Birinchi jahon urushi. Bu juda ham yomon jang bo'lgan. Hozir sizlarga ko'rsataman. Albatta videoga obuna bo'ling. Siz aynan Birinchi jahon urushi. Birinchi jahon urushi boshlanyapti. Avstriya-Vengriya Serbiyaga ultimatum qo'yadi va Rossiya Serbiyani himoyalab chiqadi. Lekin Germaniya unga qarshi chiqadi. Ikkala chegaradan ham jang ochadi va Fransiyani qisib olmoqchi bo'ladi. Parijdan to'g'ri chegaraga olishga erishadi va diqqatini Rossiyaga qaratadi. Askarlarning yig'ish uchun Rossiyaga yuboradi va ultimatum qo'yadi. Va birinchi ular Lyuksemburgga kiradi va Belgiyaga ultimatum qo'yishadi. Ular tobora yaqinlashadi va chegaradan hujumga e'lon qiladi. Belgiyani bosib olishga harakat qilishadi. Lekin Buyuk Britaniya ham jangga qo'shiladi va Birinchi jahon urushi boshlanadi va Qoratog' ham qo'shiladi. Faqat Italiya neytral pozitsiyada. Shlifen rejasi. Bu tomonda Yaponiya ham Germaniyaga ultimatum qo'yadi. Sindaoda Germaniya bor edi. Janubga yo'l ochishga harakat qiladi. Va Rossiya harakatga kirishadi. Avstriya-Vengriyaga hujum qiladi. Germaniya esa yutadi. Keyin Avstriya-Vengriyani yarmini bosib olishga harakat qiladi. Shlifen rejasiga ko'ra Parijdan chegaraga olib borib qisib qolish edi va ular Marna daryosiga surishadi. Parijdagi odamlar Bordoga ko'chib ketishadi. Keyin Parijda zaxira paydo bo'ladi va unga hujum qiladi. Sentyabr oyida va Marna jangi boshlanadi. Keyin shimol tomon harakatga qiladi. Keyin Shlifen rejasi tamom bo'ladi. Shlifen rejasi o'xshamaydi va ikkala tomon ham bir-birini qisib qo'ymoqchi edi. Keyin dengiz qarab sizilar edi. Germaniya bosib olishga salgina qolayotgan edi. Lekin Buyuk Britaniya va Fransiya eplay olishadi va Shlifen rejasi tugaydi. Germaniyani butunlay bosib olgan Germaniya yerni kichikligiga e'tibor beradi va 700 kilometr aeroporti edi. Cheklovitz urushi. G'arbiy front yomonlasha boradi va jang juda ham davom etadi. Belgiyaning yarmi qoladi va kemali janglar boshlanadi. Buyuk Britaniya va Germaniya o'rtasidagi. Ikkala tomon ham bombardirovkaga tayyor edi. Hozirchalikka bombardirovka qilishyapti. Havo zarbalari ham boshlayapti. Angliyaga borayotgan 50 marta qilsa bo'ladi. Bombardirovka bo'ladi. Ular zaharli tutundan ishlatishadi. Zavodlarda hattoki qizlar ham ishlaydi. Bu tomon juda ham yomonlasha boradi va jang davom etadi.
davom etishni boshlayotganlar bo'ladi. Usmoniylar imperiyasi. Bu tomonda ittifoq bu frontda esa taniladi va Usmoniylar imperiyasi ham jangga qo'shiladi. Rossiya Turkiyaga Usmoniylar imperiyasiga ultimatum qo'yadi va hattoki Buyuk Britaniya ham. Va jang davom etadi. Sharqda zarba bermoqchi edi, lekin ularning hujumi to'xtatiladi. Geografik nuqta nazari izlohatidan jang Mashuta Konstantinopoliga kema orqali zarba berishadi. Bu tomonda yangi front ochiladi. Aniq. Va front ochildi. Usmoniylar imperiyasi parchalanishidan qo'rqayotgan edi. 1915-yil aprel oyi yangi ishtirokchilar qo'shiladi va juda ham Germaniya floti kuchli chiqadi. Bu juda ham yomon o'tgan. Titanik ham bo'ldi. AQShga yuboriladigan shartnoma AQShni g'azablantirdi. Ular Meksikadan o'tib AQShga hujum qilishga harakat qilishadi va Germaniya, Italiya ham Antantaga kirishadi va Italiya va Avstriya-Vengriya jang qiladi. Germaniya floti kuchli bo'ladi, lekin Bolgariya ham urushga qo'shiladi va Serbiyani yerdan quvib chiqadi. Gretsiyadan bo'ladi Soloning fronti. Lekin bu front kichik edi. Serbiyani butunlay quvib chiqadi. Qoratog'ga hujum qilishga tayyor edilar. Ular Albaniyaga qochishdi. Albaniya ham bosib olindi. Bu frontda esa yangi janglar. Verdenni tanklar bilan hujumga o'tkaziladi. Xullas, Germaniya Verdenni bosib oladi. Portugaliya ham ultimatum Antantaga qo'shiladi va Portugaliya jangga qo'shiladi. Afrikada butunlay ko'k a'zo bitta ittifoqlar qarshi hujumi. Xullas Turkiya tomonidan zarba beriladi. Ichida yordam beriladi. Shuningda hujum kattalashishi kerak edi. Xullas bu tomonda yangi davlat paydo bo'ladi va bu Makka edi. Makka davlati ham jangga qo'shiladi. Buyuk Britaniya tarafini oladi. Shimolda esa Yevropada yana davom etadi. Kemalar jangi davom etadi. Bu frontda yomon zarba bo'ladi. Italiya, Vengriya, Germaniya, Rossiya va Germaniya, Fransiya. Juda ham yomon qo'zg'olonlar boshlanadi. Ular yana Filippin rejasini qaytarishga hujum qilishadi va tanklar tayyorlanadi. Urushdan toliqish. Ruminiya ham Antantaga qo'shiladi, lekin Ruminiya butunlay bosib olinadi va umuman yerdan haydaladi. Noyabr kuni bu yerda yomon urushlar boshlanadi.
Germaniya floti deyman. Buyuk Britaniya floti chegaraga to'planadi va bu tomondan qurayotgan o'qlarni Amerika Qo'shma Shtatlari yordam sifatida beradi va qarz beradi. Keyin yanvar kuni Amerika Qo'shma Shtatlari olib borayotganda kemalar yomon bo'ladi va unda xatlli xabar edi. Meksikadan o'tib Amerikaga hujum qilishadi. Bunga salbiy ta'sir berdi va Amerika Qo'shma Shtatlari ham Antantaga qo'shildi. Rossiya va AQSh. Keyin Rossiyani o'rniga chiqib ketadi. Peterak. Keyin Amerika Qo'shma Shtatlari jangga qo'shiladi va bor askarlarini Fransiyaga yuboradi. Bu frontda yomon ma'nolar boshlanadi va jang davom etadi. Italiya va Avstriya-Vengriya jangi yomon bo'ladi. Italiya g'alaba qozonishga harakat qilardi. Avstriya-Vengriya ham. Germaniya qo'shildi va Italiya orqaga chekindi. Pastda esa Falastin tomon hujum qilishga tayyor edilar va Britaniya bosh vaziri Artur Barrow Britan siyosiy jangga qo'shiladi. Xatlar yuboriladi. Keyin jang davom etadi. Rossiya kelishmovchilik qiladi va tinchlik so'rashga majbur edi va Germaniya shimol va janubga hujum qilishni davom etadi. Va yangi davlatlar mustaqillikka erishadi. Va Rossiya toliqqanidan keyin yangi davlat paydo bo'ladi. Bu frontda jang davom etadi va Amerika ham qo'shilgan edi va Marne daryosiga qayta olib boradi. Va shimol tomon yangi front ochiladi. Gretsiya ular taslim bo'ladi. Bolgariya taslim bo'ladi. Damashqni bosib olishga bayroq bo'ladi. Fransiya Bayrutga keladi. Ular ham taslim bo'ladi. Avstriya-Vengriya taslim bo'lishga va Usmoniylar imperiyasi va Avstriya-Vengriya taslim bo'ladi. Germaniya ham taslim bo'lishga majbur edi. Va uning imperatori o'ldiriladi va 1-noyabr 1918-yil tamom bo'ladi. Versal shartnomasiga ko'ra qarz to'lashga majbur bo'lish kerak va Birinchi jahon urushi tugatiladi. Rossiyaning o'rniga SSSR paydo bo'ladi va Parijda Birlashgan Millatlar Ligasi paydo bo'ladi. Do'stlar, video tugadi. Albatta obuna bo'lib, kommentga iliq fikrlaringizni yozishingiz mumkin. Biz 106 ta obunachiga erishdik. Maqsad 120 ta.